Yo, всем привет hammaga, sizlar bilan men Joha va yangi videorolikka xush kelibsizlar. Bugungi videoroligimizda One Chunk, ya'ni bitta o'sha 16 ga 16 mi 4 ga 4 mi xullas nechigadir nechi blokda yashab qolishga harakat qilaman. Ancha vaqt ko'rinmadim, nimaga ko'rinmading desalar yoki desangizlar. Короче, ko'rinmayman, sizlarga nima? Xo'p, mayli, nechua, biz videoni boshlaymiz. Sizlar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, qo'ng'iroqchani yoqishinglar shart emas. Obuna like bossanglar yetadi. Videoni oxirigacha to'xtatmay ko'ringlar. Atak, короче, sandiqda hech nima qolmadi. Hammasini oldim. Endi men bu kiyimchalarni kiyib olaylik, shapka, poyabzal, ishton bilan ko'ylak kiyib olamiz. Bizga takoyloq turadi, bilasizlar. Videoni doimgidek daraxt sindirishdan boshlanadi, bilasizlar, o'zinglar. Qochib tur, xalaqit qilyapsam. Daraxtni sindirib oraylik. Tak, okey. Yo'qol uzoqqa bor, xalaqit qilyapsan bunisi. Yo'qol. Yomon asabga tegyapti bular. Maylichi, daraxtni sindirib oraylik. Okey. Yaxshi, mana daraxtni sindirib cho'chqalarni qanday qilib yo'q qilib yuborishni usulini o'rganishim kerak edi. Bitta ham qolmasligi kerak. Вообще-то xalaqit qilyapti. Okey, o'sha bizda Vestak bor. Endi Vestak yordamida bu cho'chqalarga sira bir gapim o'tmas ekanda, bular kelaverar ekanda yonimga. Men senga yo'qal dedim, bor uzoqqa o'yna. Yo'qal, bor uzoqqa o'yna. Okey, tak biza hop. Hamma narsa даже bizga sandiqda berilgan ekan. Nima qilib o'tiramiz yana? Hop, biz tosh olaylik, pastga tushib hozir toshdan rivojlanib boshlaylik. O'sha bizga ancha foyda bor. Asabga yomon tegyapsanlar cho'chqavachchalar bilan. What the? Qaradi, Okey. Shu yoqqa tursin, maylinchi va biz pastga tushib ketaveraylik. Bizimizdan tushmasa kerak pastgacha. Hop. Yo, WhatsApp brothers, nimaga shu vaqtgacha obuna bo'lmadingiz? Davay, sizga 6 sekund vaqt, tez obuna bo'ling. Obuna bo'ldingizmi, bo'pti, gaplashamiz. O'ttak payt. Oho, cho'tki shaxtaga tushib qoldim-ku. Tushgan joyimning o'zida temir bor. U verstaga so'raylik, tepada qoldirib kelgan ekanmiz verstagimizni. Xo'p, birinchi bo'lib biz toshli kirka yasashimiz kerak. Undan oldin esa cho'p olishimiz kerak. Ana endi toshli kirkani inventarga qo'yib, kartoshkani olib qo'yamiz, potetoni. Xo'p. Potato bu avtorskiy gap, bilasizlar, Hegel ishlatadi bu gapni. Mayli, bu uchun meni qamashmasa kerak. Okey, fakel esa chap qo'lga o'raylik yoki o'ng qo'lga, xullas ikkinchi qo'lga o'raylik. Bizga yorug'lik berib turadi. Yana hozir mana bu A few moments later. Okey, короче, bizda уже ancha temir bilan ancha ko'mir bor. Bu yerdan surib olsak ham bo'ladi pashti. Chekka chiqib hozir yaqin atrofda nima borligini tekshirsam ham bo'ladi. Bemalol, chunki biz One Chunkdamiz, boshqa chunklar yo'q bizda. Fakel. Ne qo'yib ketaveradi shu fakel. Chap qo'lga qo'yib yurish yomon ko'raman. Yorug'lik kerak. Okey, yana bir ikkita tosh qo'yib yuborsak, hamma joy ko'rinadi. Bittada ko'rinar ekan. Tak, F1 bosib o'ribman. Zoom qilmoqchi edim. Oho, temirlar qaranglar. Pastda qanaqadir shaxta, taxta deganday, anavom bor ekan, nima edi? Kon bor ekan. Konga tushamiz hozir. Pechka yasoray. Bitta, tak, 3 ta yetadi bizga. 3 ta mana shu 3 dan qo'yamiz. 30 ta temirimiz bor. 30 ta temir bilan 27 ta ko'mir ekan. 9 ga 10 qilib qo'yamiz. Ya'ni bo'ldi, qo'yib bo'lim. Ana endi tak kirka yasoraylik. Bitta kirkamiz joni ancha tugab o'laman deb turibdi. O'lib qolmasin, mayli. Davay pastga tushib ketaveramiz. Okey. Xo'p, mana o'sha ancha pastga yana temir. Qatta shuncha maza qilaman. Oddiy o'yinlarda bunaqa temir chiqmaydi. Qanaqadir bir uyushtirilgan o'yinlarda chiqadi-da. Bu gapim bilan videoni uyushtirganman demoqchi emasman. Kartdan yuklab olganman. O'sha kartdan yaratgan odam bularni uyushtirgan bo'lsa kerak, bilmadim yana ham. Like bosib qo'yishni unutmasanglar bo'ldi. Boshqasi bekor. Bizga qiziqmas. Ko'p tutilyapman. Gapirishni o'rganishim kerak avval. Xo'p, pastda shaxta bor ekan. Kon bor ekan. Kon desak ham bo'ladi.
hozir pastga tushishimiz kerak. Monsterlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lib tushishga harakat qilyapman. Xo'p, okey. Pastga bitta blok qo'ysak, mana. Endi bemalol hech qanaqa monster yo'q-ku, faqat ko'rshapalak bor bu yerda. Hech qanaqa ortiqcha monster hech nima yo'q. Lutchi mana shu yerdan yana tashqarini qarab olsak, menimcha chotki ish bo'ladi. Tepaga chiqib o'raylik. Okey. Bizga ana temirlarimiz qayta pishayotganda, tak bu yoqda emas ekan. Tepaga chiqishimiz kerak ekan. Mana shu yerdan tosh qo'yib tepaga chiqaveray. Chiqaveray debman. Chiqaveray. Aytayman, avval gapirishni o'rganishim kerak. O'sha gapirish so'zida ham xato qilib qo'yibman. Sizlar like bossanglar, men o'rganib olaman yaxshilab. O'rganganimdan keyin esa sifatli kontentlaringiz uzilmaydi. Sizlar esa obuna bo'lasizlar, bilaman, sizlarga ishonaman, like bosasizlar. Короче, what the comment yozasizlar. Bo'ldi, boshqa qiladigan ishlari yo'q, o'zi video oxirigacha ko'rsanglar bo'ldi. Xo'p, okey. 10 ta bu yerda bor ekan. Aha, yana 15 tani joyga qo'yamiz. Fakir qo'yib bitib qo'yaylik. Bu yerda ham 10 ta, tayda ham 10 ta bor edi bizda. Mana, endi biz temirdan full branya tayyorlaymiz. Bilasizlar o'zi, doim full branya tayyorlanadi. Chunki full branya tayyorlansa, siz full bo'lasiz. Full malincho tepaga chiqamiz. Oho, bizga anavi kerak nima edi? Ko'mir bilan birga qo'yib, zajigalka tayyorlanadi. O'sha zajigalka kerak bizga nezerga o'tib kelishimiz kerak. Bir ikkita do'stimiz chaqirgan, mehmondorchilikka kel degan, o'sha yoqqa borib kelishimiz kerak. Sizlar ham aytaman, albatta bormasam uzrasizlar, chunki bormasam sizlar qanday ko'rasizlar meni borganimni yoki birga bormaysizlar-ku. Mana yerda suv bor edi, mana suvning yaqinida bo'ladi o'shanaqa blok, chiqsa ichidan qandaydir narsa chiqadi, o'sha narsa bilan mis chiqadi, adashmasam, o'sha misdan yasaladi. Mana bu yerda qanaqadir blok bor ekan, mana shu bo'lsa kerak, titib ko'ray chiqqani, kirka bilan titilar ekan. Bu menimcha tosh ekan. Bu yerda yo'q unaqa blok, nimagadir bilmadim. Bermagan unaqa blokdan bizga. Xo'p, mana yerda shaxta bor ekan, tushib temir bo'lsa temir olmoqchi edim. Mana bu daraxt meni ko'zimga nito ko'rinib turibdi. Tushib ketmoqchi bo'lib turibdi. Mayli tushib ketmasin, qutqarib qolay deb mana shu daraxtni birinchi titib o'ray. Okey, bo'ldi. Daraxtdan asar ham qolmadi. Doston qolgan bo'lishi mumkin. Dostonni o'qib like bosib qo'yishni unutmanglar. Xo'p, cho'chqalar yomon asab qo'yinyapti. Men shaxtaga tushib temir qidirib ko'raman. Temirda T harfi ham yo'q, ko'mirda K harfi bor faqat. Temir nima kerak senga desanglar, men короче chelagasiyman hozir. Ko'rasizlar, mana bu yerda biz go'sht qovuraylik. Qorni och qolganda sen emassan, deydi-yu. Reklama bo'lib ketadi. Biz reklama qo'ymaymiz, bilasizlar. Pulni berishmasa reklama harfini ham qo'ymayman. Tak, xo'p, biz bitta chelaga so'raylik. Stop. To'xtanglar-da. Aytgancha sandiqdan men suv olgandim, ichida suv bor chelak olgandim. Voy ahmoq, nega yana yasayapman, tushunmadim. Xo'p, mayli. Biz pastga water drop qilib tushamiz. Bilasizlar-ku, men water drop bo'yicha professional dahshat bir ustozman desa ham bo'ladi. Hazlashdim, ishonaverasizlarmi? Ishonmanglar, men ko'p hazlashaman, bilasizlarmi, bilmaysizlarmi bilmayman. Malinchi mana shu yerdan water drop qilib bu yerdan sekin tushdik. Endi mana bu yerdan water drop qilamiz. Qani let's go deb 3 ga sanamayman, chunki shart emas sanash. Okey. Suv qo'ydim-ku. Mayli, fitfilyoninchi urinish, qayta urinib ko'ramiz. Mana yerdan suv olaylik. Bizning suvimiz chelagimizdagi suvni to'kib yubordim, ko'rdinglar. Loyga o'xshab to'kib yubordim. Loyga suv quyish kerak, shunda u loy bo'ladi. Okey. Qaranglar. Olmani olib fakelni qo'yamiz. Qayerda edi? Tushadigan joyim. Mana bu tomonda edi, adashmasam. Okey. Tushib ketdim. What the? Qanday buni qildim? Dahshat-ku. Okey. Tushib ketdim. What the? Qanday buni qildim? Dahshat-ku. Dahshat qilib yubordim-ku. Bu joyini edit qilib chotqib chiqarsa bo'ladi. Qo'shib edit qilib yuborsam kerak montajda. Sizlar like bosib qo'yishni unutmanglar, chunki bunaqangi narsani har kim ham qila olmaydi. O'zim ham qila olmasdim. Qandaydir tasodif bo'lib qoldi-da. Tasodiflar lekin tasodif ham bo'lmaydi. Shuni bilib qo'yingizlar. Xo'p, pastga tushaveraylikchi.
Bu yerda kerakli narsa qolmadi unchalik. Bu yerda ham shaxta bor. Oho, dahshat-ku. Tushamiz shaxtaga, yotamiz zaxta. Qochamiz. Uy, lava bor ekan. Ulgurib qoldim. Ko'rdinglarmi? O'ta professional darajadagi qochuvchiman men. Shu qochuvchiligimni hisobga olib like bosinglar. Go. Olmoslarni qaranglar. Shuncha olmos. Voy, men boyman, boy. Любойingdan boyman. Kimni sotib olish kerak? Sotib olaman Любойingga. Pulim ko'p meni. Oxirga yetib ketman o. Tugadimi shu bilan? Yo'q, tugamagandir. Tugabdi-ku. Tepada mana yerda yaxshi narsalar bor-ku. Nima darrov tugaydi? Hozir mana bu shaxtachalarga borishim kerak. O'shalar hammasini ko'rib chiqdim. Ko'rgan bo'lsanglar ko'rib chiqdim. Menimcha, короче, всем hammaga xayr deb qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, doimgidek obuna bo'linglar. Let's go!